Hammaga assalomu alaykum. Ismim Munisa. YouTube'ga endi yangidan video qo'yib boshlayapman. Kuzatuvchilar qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Bugungi kunimizni energiyasini ko'rsak. Bu bitta kishiga emas, hammaga ochirim. 3 ta kartada ko'ramiz bugungi kunimizni energiyasi. Qani bizga nimalar bo'ladi, nimalar kutyapti, nimani kartamiz maslahat beradi. Demak, bugungi kunimizda nimanidir o'ylab o'tiribsiz. Pulingiz bor yoningizda, o'ylab o'tiribsiz. Bitta narsaga qattiq kurashyapsiz. Niyatga biron narsa olaman deb balki mana shu harakat qilayotganingiz yaxshilik bilan hal bo'ladi. O'sha narsaga erishasiz. Xudo xolasa mana shu niyatga erishasiz. Agar munosabatga keladigan bo'lsak, aqlingizdagi kishi o'ylanib o'tiribdi. Hozir siz uchun harakat qilmoqda va yoningizga keladi. Albatta yaxshilik bilan munosabatlaringiz davom etadi. Kuzatishdan charchamaysizlar. Bugungi kun energiyamiz shunaqa ekan. O'ylamasdan hamma narsaga harakat qilsak, albatta erishamiz ekan. Rahmat hammaga.